Hop, Mustang jamoasining soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradigan 7,5 kilovatli 1000 оборотlik 160 diametrli granulyatori tayyor bo'ldi. Ushbu granulyatorimiz Xorazmli akamizga tayyor bo'ldi. Bu granulyatorimiz razmeri hozirda chiqish razmeri 6 mm, mol qo'yiladi razmeri. Endi bizda hozir maydalangan yem yo'q edi. Quruq makka bilan mana quruq makka bilan makkali granulasini chiqaryapmiz. Maydalangan yemimiz qolmagan edi. Endi bu butun donni solishni tavsiya bermaymiz, sababi donni ichida har xil bolt, gayka, sim, toshlar kelib qoladi. Matrisa rolikka shikast yetkazishi mumkin, lekin biz endi toza makka solganimiz uchun ishonchimiz komil. O'sha ichida metal yo'q. Mana bunaqangi bo'lib chiroyli yem chiqadi. Yemimiz уже qizishga keldi. Уже qo'l kuyadigan holatga kelyapti. Voh. Issiqqina yem chiqyapti mana. Endi bu granulaning nima foydasi bor degan klientlarga, buni avvalo foydasi o'sha mahsulotni uvol bo'lmasligida, har qanday makka, don, umuman donli mahsulotga hashiy qo'shib granula qilsa ham bo'ladi. Beda, yantoq, yer yong'oqpali, misol uchun moshpali, gidroponika, chigit, shunday mahsulotlarni ham qo'shib mol, qo'ylarga sifatli ozuqa tayyorlasa bo'ladi. Birinchidan granulani yeganda yem bateriya bo'lmaydi, ayog'iga chochib, to'kib yemaydi. Misol uchun agar molga, qo'yga, tovuqlarga yem beradigan bo'lsangiz, o'sha yemni og'zida oxiridan olib, chochib, ayog'iga go'ngga aralashtirib yuboradi. Bu granula o'sha gabarit bo'lmaganligi uchun, ixcham bo'lganligi uchun yeyish oson va tez hazm bo'ladi. Sababi tez hazm bo'lishiga sabab avvalo bunga maydalangan donli mahsulotlar, maydalangan hashiy mahsulotlar solinadi. Maydalangan mahsulotni bu yana ham talqon qilib, un qilib, qizib turgan matrisadan o'tkazadi. O'shani hisobiga yemimiz, masalan granulyatorimiz hozirda 80-90 gradusga chiqdi уже, mana tutun chiqyapti. Shu qizish jarayonida yemimiz hali 100% pishmasa ham, misol 50-60% pishganning hisobiga yarim pishgan tayyor mahsulot deyiladi va bu organizmda energiya rasxodini kamaytiradi. Misol uchun har qanday mol, jonzot yoki qo'y, tovuq ovqat yeb turganda, tovuq o'sha misol uchun korim yeb turganda uni hazm qilishga energiya sarflaydi-yu, o'sha energiyani kamroq sarflagani hisobiga semirish jarayoni tezlashadi. Buni tarkibidagi ayrim o'sha qurt-qumursqalar, misol uchun nima deydi, hasharotlar yozgi kunidami, qishki kunidami misol uchun dezinfeksiya bo'ladi. Shuni hisobiga otravleniya bo'lish darajasi kamayadi. Roliga aylanadigan yemimiz o'ta issiq, qayna holatda chiqdi. Bu yemni yoyib quritib qo'ymasa, sovutib qo'ymasa, bu sirazi qoplab yuboriladigan bo'lsa, qopda qizib, ko'panay bosib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yemni yoyiladi, quritiladi. Yoyib quritganingizdan keyin yem yana ham qattiq, chiroyli, plotniy bo'lib qoladi. Agar shu holatda qolib ketadigan bo'lsa, ichida uvib, yumshab, nami borligini hisobiga yana ham hali ko'panay bosish tezlashadi. Shuning uchun buni yoyib, quritib qo'yish kerak.